Assalomu alaykum azizlar. Men Fazliddin Yoqub xorijdan, Amerikadan, Turo xalqaro tashkiloti nomidan Turk dunyosi, xorijdagi turkistonliklar, xorijdagi o'zbeklar, qozoq, qirg'iz, tojik, turkmanlar va Amerikadagi muhojiratdagi hamyurtlarimiz va Turk dunyosi insonlari nomidan bugungi Idil Adha bayramini oxirgi kunida turib hammanglarni yanagi shu kunlarga yetkazsin deb duolar qilamiz. Bayramda oxirgi daqiqalarni o'tkazyapmiz. Mana hozir Turkistonliklar, Turk dunyosini, O'zbek, Qozoq, Qirg'iz, Tojik, Turkmanlari, Chechenlar, Ingushlar, Dog'istonliklar hammamiz bu yerda bo'lib bayramda oxirgi kunini nishonlamoqdamiz. Mana shu manzarada Amerikada mana Richfield degan shaharda. Mana bu yerda yoshlar o'ynayapti. Bu yerdan mana ovqatlanib bo'lib, mana bu yerda ovqatlanildi mana. Mana shu yerda ovqatlanildi. Bolalar, ayollar, naryoqda mana bu yerdan kelib qarasak, shunda göstereceğim. Gençler maç deydi, futbol oynayaptı. Yani güzel rüzgar var, güzel hava var. Bunu buraya bırakalım. Buradan gösterelim. Hadi. Hayırlı bayramlar. Gel buradan göstereyim. Bana. Burada çocuklar futbol maç oynuyor. Herkes mutlu. Burada bana parkta aileler, çocuklar, torunlar koşturup oynuyorlar. Manzara güzel, hava güzel, bayram güzel. Allah subhanahu teala bir günge kadar gelmiş geçmişlerimiz, ötkenlerimiz Allah rahmeti olsun. Koga hayatımızı huzurlu eylesin. Yana bayramlarda ve başka güzel tadbirlerde birleşip Turan, Türkiston, Türk dünyası, ümmeti Muhammediye çıraylık mana şu insaniliği de merhametli dünyayı görsatıp mana shunday toplandı bayramlar bilan hayatımızı bir günü bo'lsa ham tatlı devam ettirishga harakat qilaylik. Güzel Türkistan'ga, Türkiye dunyoga salomlar olsun. Ümmeti Muhammediye'ga salomlar. Yanagi bayramlarga yetish hammamizga nasib qilsin. Allohga omonat bo'linglar sizlar. Fazliddin Yoqub Tarix Omonatdir kanali, Tarix va dunyo kanali. Xorijdagi o'zbeklar, xorijdagi turkistonliklar, Turk dunyosi, Turo xalqaro tashkiloti va xorijdagi Turkistonlik oqsoqollari, o'zbek oqsoqollari hayat. Hamma nomidan hammani tabrikladik. Hammalarga salomlar. Bittan bitta alohida bayramlashib, gaplashib chiqqani fursat vaqt etmayapti. Do'stlar ko'p, muxlislar ko'p. Kasallikdan turdik, o'zimizga keldik. Bayram sharofati bilan qancha do'stlarni duolari bilan salom berganlarga alaykum salom deb duolarni hammasini eslaganlarga tashakkurlar bildirib, bugun mana hayotga, faoliyatga qaytganimizni bir ko'rsatib qo'yib do'stlarni mamnun etaylik deylik. Allohga omonat bo'linglar azizlar. 2 daqiqa, 3 daqiqalik bo'lsa ham shu chiqishimiz bilan sizlar bilan bayramlashgan, salomlashgan, diydorlashgan bo'ldik. Yana boshqa mavzularda ham chiqishimizni duo qilib qolinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.